Ikkita aqldan ozgan erkak bir ayolni o'g'irlab kelib, uning sochini kalga olib, "Sen o'zga sayyoraliksan" deb ishontiradi. Agar ismingiz keyingi videoda birorta personajga qo'yilishini xohlasangiz, hozirroq kommentariyada yozib qoldiring. Bugungi rollarda esa mana shu kommentariya egalari. Video boshlanishidan oldin obuna tugmasini bitta urib 2 qat qilib qo'yishni unutmang. Men esa videoni boshlayman. Doston asalari bilan shug'ullanayotganda jiyani Shohjahonga hukumat oziq-ovqat orqali odamlarni boshqarayotgani haqida gapirib beradi. U jamiyatda bo'layotgan o'zgarishlar tasodif emasligiga, hammasining ortida katta tizim borligiga ishonardi. Doston vaziyatni o'zi yaxshi tomonga o'zgartirmoqchi, shuning uchun tog'a va jiyan qandaydir maxfiy tajriba uchun mashq qilishadi, asboblar va kostyumlar sotib olishadi. Tushlikda Shohjahon qo'rqayotganini va qo'lga tushib qolishlaridan xavotirda ekanini aytdi. Doston esa uni tinchlantirib, hammasi yaxshi tugasa senga xotin olib beraman deydi. Kechga yaqin Doston barcha chalg'ituvchi odatlardan voz kechish kerakligini aytadi, ya'ni o'yin o'ynash, PlayStation o'ynash, sigaret chekish, televizor ko'rish va hattoki ular e'tiborini buzmasligi uchun maxsus ukol olishni taklif qiladi. Shohjahon boshida rozi bo'lmaydi, lekin Doston yana ma'ruzani boshlaydi va keyin uni ham ko'ndiradi. Filmni to'lig'ini ko'rishni xohlasangiz, kommentariyadagi havolaga o'ting. Bu vaqtda Atrey kompaniyasining bosh direktori Gulzina ismli boyvachcha ayol ertalabki mashg'ulotlarni bajaradi. Keyin u ofisiga borib, jamoasi yozib bergan tayyorgina mehribon rahbar obrazdagi videoni yozib oldi. Aslida u kamera o'chganida xodimlariga qo'pol muomala qilardi. Kechqurun uyiga qaytayotganda Doston va Shohjahon uni poylab hujum qiladi va Gulzina ikkalasini ham shashonchasiga tepib mazasini qochirdi. Lekin yubkada bo'lgani uchun boshqa tep olmaydi va Doston unga tinchlantiruvchi ukol qilib, uni hushsiz holda olib qochib ketishadi. Yo'lda uning sochini kalga olib, uyga borganlarida esa kostyumlarini yoqib yuborishadi va Gulzinani podvalga tashlab yuborishdi. Doston uning aslida begona sayyoralik ekaniga ishonardi va buning belgilarini sanab beradi. Ya'ni buning sochi kal. Hozir o'zing sochini kalga olding-ku, deydigan odam yo'q. Jiyandan esa umuman umid yo'q, chunki tovuq miya. Gulzinaga maxsus krem surib to'shakka bog'lashadi. U uyg'ongach Doston uni insonlar qarshilik markaziga tushganini aytdi. U Gulzinani Andromeda galaktikasidan kelgan vakil deb hisoblaydi va oy tutilish kechasida o'zlarini ona sayyorasiga yo'qolishlarini talab qiladi. Gulzina o'zini oddiy inson ekanini qayta aytdi, lekin cho'qqi soqol Doston bunga ishonmaydi. Uning fikricha begona mavjudotlar yerliklarga zarar yetkazgan, hattoki Dostonning onasi va asalari koloniyasini ham o'ldirgan. Shu joyda pauza qilib videoga like bosib qo'ying. Like'lar soni ko'p bo'lsa, yangi videolar soni ham ko'payadi va video qanchalik qiziqarli bo'lishi ham bosgan likeingizga bog'liq. Like'lar uchun oldindan rahmat. Yigitlar pastdagi chiroqlarni o'chirib chiqib ketishadi. Yuqorida esa ular o'zga sayyoraliklarni qo'lga olganidan xursand. Lekin Shohjahon uning kamerada yig'layotganini ko'rib, o'zini yomon his qilmoqda. Doston esa u inson emas, faqat seni aldamoqda deb ishontiryapti. Shohjahon uxlagach, Doston kameraga tikilib o'tiradi va onasining Atrey kompaniyasining sinovlaridan keyin komaga tushganini esa yanada qattiqroq jahli chiqadi. Ertasi kuni ular Gulzinaga yana krem surtishadi. Doston ishga ketadi. Yo'lda esa politsiyachi Iqboljon uni to'xtatdi. Lekin Doston darrov gapni tugatib ketib qoldi va ishda Gulzinaning bedarak yo'qolgani haqidagi xabarlarni eshitadi. Uyga qaytgach, ular yana podvalga tushib, qizni yana tan olishga undamoqda. Bu safar Gulzina o'zini rostdan ham o'zga sayyoralik "Tanis mening otam" deganda, Doston unga "Otang nima ish qilganlari esingdami?" deb jahli chiqadi. Gulzina psixolog sifatida Dostonga "Onang men emas, kosmetologlarimiz sabab o'lgan" deganda, erkak asabiylashib stolni sindiradi va hatto uni shapaloqlaydi. Keyin esa mashinada o'zini bosishga urinadi. Shohjahon bilan gaplashib, Doston begona mavjudotlar borligiga qanday ishona boshlanganini tushuntiradi va ma'lum bo'lishicha u bolaligida jodu kinosini ko'p ko'rgan. Shohjahon ukoldan keyin o'zini yomon his qilayotganini aytganda, Doston bu normal holat deydi.
Ertasi kuni Gulzina yana qochishga urinadi, ammo yigitlar qaytib keladi. Shohjahonning qo'lida qurol borligini ko'rgan qiz jon saqlash uchun o'zini begona deb tan oladi. Lekin Doston bunga ham ishonmaydi va uni stulga bog'lab elektronik bilan qiynoqqa soladi. Shoh buni to'xtatmoqchi bo'lsa ham, Doston yerliklarni qutqarish uchun bunga majburmiz deydi. Tok borgan sari kuchayib, uy bo'ylab chiroqlar miltillashni boshlaydi. Oxir-oqibat shoh imkon topib qurilmani o'chiradi va Dostonni Gulzinani o'ldirib qo'yishiga oz qolganida ayblaydi. Doston esa uni rad etib, qizning og'riqqa qanchalik chidamliligini ko'rib, uni o'zga sayyoraliklarning qirolichasi deb ishontiradi. Xotiralarda esa Gulzina sinovlarda jarohatlangan bemorlarning xarajatini yashirincha to'lab kelgani ko'rsatiladi. Demak, u aslida o'zini yomondek ko'rsatsa ham yaxshi ayol bo'lgan ekan. Quyosh tutilishidan oldin Doston Gulzinani o'z uyiga yuborishga tayyorgarlik ko'radi. Deraza eshiklarini yopib, qizni yuqoriga chiqarib, dushda o'zi maza qilib ishqalab cho'miltiradi va kiyimlar beradi. Qiz esa bu kiyimlardan jirkanmoqda. Kechki ovqatda ular biroz suhbatlashadi, lekin Doston uning kompaniyasi asalarilarni o'ldirayotganini aytgach, yana tortishuv chiqadi. Gulzina sinovlar zarur bo'lganini aytib, bolaning onasini yana tilga oldi. Doston esa yana asabiylashib, uning bo'g'ziga yopisha boshlaydi. Jangda qiz yigitni sanchib qo'yib qochishga urinadi. Shohjahon esa uni pistolet bilan urib hushidan ketkizadi. Bu paytda politsiyachi Iqboljon uyga kirgach, stuldagi tasmani ko'rib shubhalanmoqda, lekin Doston bu onam uchun edi deb yolg'on gapirmoqda. Iqbol Gulzinaning mashinasi shu hududdan topilganini aytdi va haydovchilarga noqonuniy jarimalarni ko'p yozganidan afsuslanayotganini aytib yig'lamoqda. Doston esa uni tinchlantirib tashqariga olib chiqadi. Podvalda Gulzina uyg'onadi va Shohjahonni manipulyatsiya qilib, uni sen juda ham kelishgan yigitsan, qulog'ingga ham 25 sm xuddi men orzu qilgandek deb maqtaydi. Sevishishni taklif qiladi va hatto kosmosga olib ketishini va'da qiladi. Shohjahon esa hali umrida qiz ko'rmagan va darrov unga ishondi, lekin rostdan ham miyasida nuqsoni bor ekan va o'z joniga qasd qiladi. Podvalga tushgan Doston shohning jasadini ko'rib aqldan ozadi va barchasi Gulzinani ayblamoqda. Uni otmoqchi bo'lganida qiz vaqtdan yutish uchun singling Odina uchun menda dori bor, u tuzalib ketishi mumkin deydi. Aytgancha Dostonning nogiron singlisi ham bor ekan. Doston Gulzina aytgan dorini Odinaga ukol qildi, lekin bu aslida oddiy antifriz dori bo'lib, qizaloq shu zahotiyoq o'ldi. Podvalda Gulzina Shohjahonning kalitlarini topib, o'zini bo'shatdi va yashirin xonani topdi. Ichida odam tanalari, suratlari va Doston ilgari o'zga sayyoralik deb o'ylab o'ldirgan qurbonlari bor ekan. Doston qaytib kelganda Gulzina undan nechta odamni o'ldirganini so'raydi. Keyin bu aqldan ozgan tentakni to'xtatish uchun yana bir afsona o'ylab topadi. Go'yoki Andromeda imperatori odamlarni yaratgan, insoniyat zo'ravonlik geniga ega bo'lgani uchun Odina ham shu tajribalarda qurbon bo'lgan. Gulzina birozdan so'ng rahbariga hisobot berish kerakligini va Dostonni ham o'zga sayyoraga olib borishi mumkinligini aytadi. Ofisga borgach Dostonga go'yoki kosmik aloqa qurilmasi deb kalkulyatorni ko'rsatadi. Bola esa shu darajada tentakki ikkilanmasdan ishondi va Doston ko'kragi ostida bomba borligini aytdi. Gulzina uni seni boshqa sayyoraga teleport qilaman deb aldab shkafga kirgizadi va eshik yopilishi bilanoq bombani masofadan portlatadi. Oqibatda Doston o'ladi, Gulzina esa hushidan ketdi. Keyin u uyg'onib shu narsa ma'lum bo'ldiki, Gulzina rostdan ham o'zga sayyoralik ekan. U shkaf orqali Andromeda kemasiga teleport qiladi. Aslida u Andromeda imperatori bo'lib chiqadi. Kengash tajribalari muvaffaqiyatsiz bo'lganini aytgach, Gulzina insoniyatni butunlay yo'q qilishga qaror qiladi va tirik mavjudot odamlarning barchasi bir vaqtning o'zida halok bo'ldi. Endi ko'chada yurgan kallardan ham qo'rqavering. Ular ham o'ziga sayyoralik bo'lishi mumkin. Film haqida fikringiz qanaqa? Albatta kommentariyada yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa, keyingi videolarni ham o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha